yakka sport turlariga qiziquvchi kurash ixlosmandlaridan qulayroq joy topib o'tirib olishlarini iltimos qilamiz. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur Aleksandr Karolin haqida gaplashamiz. Aleksandr Karolin 3 karra Olimpiada chempioni va 9 karra jahon chempioni hisoblanadi. Uning eng hayratlanarli ko'rsatkichi qatorasiga. U 13 yil davomida biror marta ham mag'lubiyatga uchramaganini misol keltirsak bo'ladi. Bu vaqt ichida u hatto raqiblariga birorta ham ochko bermagan. Odatda faqat yengil vazndagi kurashishlar ishlatadigan teskari belbog' usulini Karolin 130 kilogrammli vaznli polvonlarga ham nisbatan qo'llay olgan. Raqiblari uning mana shu usulidan qo'rqqanlari uchun ba'zan gilamga chiqishdan ham bosh tortishgan. Bu og'ir vazn toifasida deyarli imkonsiz harakat hisoblangan. Uning organizmi va ruhiyati hayratlanarli darajada chidamli edi. Masalan, bir marta jahon chempionatida qo'rg'asi sinib ketgan bo'lsa-da, kurashni davom ettirib chempionlikni qo'lga kiritgan. Boshqa bir musobaqada ko'krak mushayi uzilib ketganiga qaramay, bir qo'li bilan kurashib g'alaba qozongan polvon. Ko'pchilik uni faqat jismoniy kuch sohibi deb bilsa-da, Karolin asli juda bilimli inson. U pedagogika fanlari doktori, ilmiy darajasiga ega. Uning shaxsiy kutubxonasi bor.